Mana hurmatli o'quvchilar, hozir raqobatli diktant metodini o'tdik. Guruhlarga 3 ta guruhga bo'lindik va 3 ta guruhlarimizdan nima tanlab olindi? G'oliblar tanlab olindi. G'oliblarimiz, demak, ishtirokchilarimiz mana doskada tayyor. Endi bularning o'rtasida raqobatli diktant ketadi. Men so'zlarni diktant tariqasida aytaman, ishtirokchilar esa bir-biriga qaramasdan nima qiladi? Diktantni yozadilar. Kim chiroyli va xatosiz yozgan guruh ishtirokchisi g'olib sanaladi. Boshladik. Dalalarda maysalar yam-yashil bo'ladi. Dalalarda maysalar yam-yashil yashil bo'ladi. Dalalarda maysalar yam-yashil bo'ladi. Endi ishtirokchilarimiz hammasi o'rnini almashtirib, bir-birimiznikini tekshiramiz. Jo'rabek Amiranikiga o'tadi. Tekshirib bo'ldingmi Amira Jo'rabeknikini? Endi o'rningda almash. Sen Malikaniki, Jo'rabek yana Malika Jo'rabeknikini tekshiradi. Tekshirib bo'lding-a? Endi g'oliblarni aniqlaymiz. Endi qaraymiz, markerlar doskaga qo'yamiz. Menga qarang. Demak, birinchi o'quvchimizniki dalalarda maysalar yam-yashil bo'ladi. Barakalla. Xatomiz yo'q. Dalalarda maysalar yam-yashil